Azizlar, hammaga assalomu alaykum. Mana issiq kunlarning birida o'sha sezonlar boshlanyapti. Pulga o'ratan yeri, bizneslarda boshlatan yerida sizlar uchun ajoyib variantimiz bor. Sizlar uchun arendaga emas, sotlatgan do'kon qo'yib berajaqmiz. Lokatsiyasi ham zo'r lokatsiyadan bo'ladi, shaharning ichidan bo'ladi. Shunday hokimiyat tarafdan mana Titov maktabdan o'tib kelganingizda, ko'pirdan o'tganingizdan keyin o'ng qo'limizda joylashgan razmeri 7 ga 5 razmerda bo'lgan do'konimiz sotiladi. Yo'lni bo'ylab qalasangiz buzib solasiz, qalasangiz bilan xatari bilan birga kelishib 2 etaj, 3 etaj tiklab olsangiz bo'ladi. Endi buni og'amdan keyin shunday bir plan qilib, o'zingiz bir biznesingizni o'ylab ishlab olsangiz bo'ladi. Endi hozir biz bu urinishdan, bunishdan deganingiz bilan o'zi alajaq odamning o'zi dim yaxshi biladi, nerga o'xshashdi, lekin shu turishini ham yo'q bu yoqini sal remontini qarab olib, bu narsani ochib ishlatib ketsangiz bo'ladi. Dimotalar bir yig'ib solish shart emas. Sassiniyasi yaxshi turibdi, kelsangiz do'konda ochib ko'rsatadi egasi. Peskada egasining nomerini yozib qoldiramiz. Bahasi ham bir ajoyib bahada qo'yib o'tirasizlar. Bahasi 15 ming dollar aytilyapti. Qatib qolgan yer emas. Egasi bir kelishimli odam kelishib beradi. Endi voy 15 aytib turgan, nechaga so'rayman deb qisinib o'tirmang. Bir so'mga so'rasangiz ham bo'ladi. Bu bozor bu. Hech o'pkaga bo'lmaydi. Telefon qiling. Nechaga berajaqsan? Men palanga olajdim, to'g'ri kelsa berag'ayin desangiz, to'g'ri kelsa beraveradi. Bemalol pastdagi nomerlarga telefon etib, egasidan so'rab olishingiz mumkin. Adresni yana bir marta tushuntiramiz. Adresimiz sentrdan hokimiyat tarafdan kelganda shunday Mazzavodga yetmay o'ng qo'limizdagi do'kon bo'ladi azizlar. Ana shunday men sizlar bilganlarga videoni sirasi yuborib qo'ying. Sizlar bilan men Xityaram Ichanovic.